Şirata hadis 567. hadis an Huzeyfete. Huzeyfe radıyallahu anh haber etti. Ennehu ra'a şebes ibni rib'i yabzuku beyne yedeyh. Bir vakit ol Şebese İbn Rib'i degan kişinin o'z qarshına aldına tükürüğün kure. Aldına tükürüğün kure. Fekale ya Şebese la tabzuk beyne yedeyk. Şamşında ayette ey Şebese de Huzeyfe ayette. O'zining qarshına tükürme fe inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yenha an zalik. Şundaqta Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu amelden tıya idi. Bu amelini tıya idi. Fekala inne raculu iza qama yusalli akbalallahu aleyhi bivajhihi hatta yanqalibu ev yahdusu hadasa su. Şundaq ham ayta şundaqta agar kishi namozga basa ekan, agar kishi namoz o'qirga basa ekan, bu vaqtda Allah anga o'zining biti bilan yo'nala. Şu kişinin bitine Allah o'zining biti bilan yo'nala, ham shu amalin Allah subhanahu devam eder, şu bitin yo'naluvini devam eder, qaysi vaqtga qadar? Kishi o'zining boshini shitga burganchaga qadar. Ya endi biror nashar amal ishlaganchiga qadar. Shunga ko'ra namozga bosding ekan, ixtibor et. Bu senga qog'la. Namozga bosding ekan, sen qarshыңа alga qarab turganda bu vaqtda Allah subhanahu taala namozga Allah subhanahu taala senga biti bilan yo'nala. Qaysi vaqtga qadar? Qaysi vaqtga qadar? Qachon sen boshingni o'ngga ya so'lga burding, bu vaqtda Allah shu amalini to'xtatadi. Allah endi o'zining bitini senga yo'naldirmaydi. Qachon sen o'ngga ya so'lga namozda burilding, shunga ko'ra namozda o'ngga da so'lga da burilirga yaramaydi. Birinchi, ikkinchidan kishi o'ngga so'lga burilar ekan, shu zo'r fazilatni Alloh Robbimiz, alamlarning Robbisi o'zining biti bilan senga yo'nala, ham sen shu ne'matdan, shu fazilatdan o'zingni mahrum etasan. O'zingni mahrum etasan. Birinchi, ikkinchisi namozda, umuman namozda sababsiz o'ngga so'lga buriluning natijasi nindi? Kim aytadi? Yarıyımı namazda burilirga? Yo'q. Agar kishi namozda bir sababsiz nini de bo'lsa harakat yasaygan, namoz bilan beyli bo'lmagan harakat, onun namozi yo'qqa chiqadi. Onun namozi durust tugul. Chunki namozda sababsiz harakat yasarga yaramay, namoz bilan beyli bo'lmagan harakat yasarga yaramay. Allah